Amerikada qilinadigan vaksinalar tarkibida alyuminiy bo'ladi. Ya'ni asosiy alyuminiy bo'ladigan vaksinalar bu difteriya bilan tetanus deydi. Bu tetanus o'zbekchada qoqshol, ya'ni stolpnyak. Mana shu ikkita vaksinani tarkibida juda ko'p alyuminiy bo'lar ekan. Bu amerikanskiy vaksinalarga tegishli informatsiya. O'zbekistonni vaksinalari, men adashmasam, Indiyadan olib kelinadi. Ularning tarkibini bilmayman, lekin baribir induslar ham qanaqadir zararli moddalar qo'shadi. Amerikadagi vaksinalar tarkibiga alyuminiy qo'shish sababi bu qanaqa yordamchi modda hisoblanadi. O'sha immunitetni tiklaydi, o'sha vaksinaga qo'shib. Shuning uchun alyuminiy qo'shiladi tarkibda, lekin alyuminiy juda ham katta yomon negativ sabablarga olib kelyapti. Ya'ni autizm kelib chiqyapti ko'p bolalarda yoki boshqa bir sindromlar kelib chiqyapti. O'shaning uchun agar bolalaringizga vaksina qildirgan bo'lsangiz, o'sha vaksinadan qo'rqib turgan bo'lsangiz, mana shu vitaminlarni bolalaringizga ichirsangiz, o'sha organizmidagi alyuminiyni yuvar ekan. Men yaqinda bitta doktorning rilsini ko'rdim. Bu vitamin D3 bilan K2 bittasi. Ikkinchisi bu baliq yog'i, fish oil, ya'ni omega 3. Uchinchisi silika deydi angliyskiyda. O'zbekcha nomi achchiq tosh ekan. O'sha achchiq tosh qo'shilgan suv bo'lishi mumkin. Masalan, Amerikada achchiq tosh qo'shilgan suvlar bor ekan. Amerikanskiy supermarketda sotadi. Fiji degan suvlar. Menimcha Amerikada yashaydiganlar ko'plar ko'rgan bo'lsa kerak, sal qimmatroq bo'ladi. Mana shu 3 ta narsani bolalaringizga qilsangiz, o'sha organizmidagi alyuminiylarni yuvib chiqarib olar ekan. Bu, конечно, tez bo'ladigan narsa emas, vaqt kerak bo'ladi. O'sha vitaminlarni ham o'zini yoshiga mos qilib, chunki masalan 3 yoshli bola bo'lsa, o'zini dozasi bo'ladi, vitamin beradigan dozasi. O'shanga qarab berilishi kerak. Mana shu 3 ta narsani qilsa, o'sha bolaning organizmiga foydasi bor ekan. Ya'ni alyuminiy yomon moddalarni chiqarib tashlar ekan organizm, to есть yuvib chiqarib olar ekan. Shu narsani men yaqinda bildim. Xudo xolasa o'zimni ham bolalarimga shu narsalarni qilib ko'rmoqchiman.